Top 5 dunyoning eng badavlat jamoalari haqida gaplashamiz. 5-o'rinda Paris Saint-Germain. Bir paytlar bu jamoa kamtarona, unchalik ham boy bo'lmagan jamoa bo'lgan. Ular hozirgi kunda yirik shartnomalar bilan ishlashadi. Klub rahbari Nosir El-Khelaifi bu jamoada pulni ajoyib tarzda aylantiradi. 4-o'rinda Manchester United. Qizil iblislar bu nom futboldan-da yuqori turuvchi brend. Yillar davomida qurilgan gigant jamoa, marketing daholari va hech qachon ularni tark etmaydigan millionlab muxlislar. Ularning moliyaviy imperiyasi dunyo miqyosida 4-o'rinda. 3-o'rinda Bavariya Myunxen. Germaniyaning eng badavlat va barqaror jamoasi. Ular maydondagi muvaffaqiyatdan boylik yaratishadi, aqlli boshqaruvga va juda ham kuchli muxlislar armiyasiga ega jamoa. 2-o'rinda Real Madrid. Galacticos davri sovrinlar bilan boyimadi, ammo rahbariyatning maqsadi ham bunday emas edi. Ular jamoani global biznesga aylantirishdi. Ularning keyinchalik ketma-ket Chempionlar Ligasidagi muvaffaqiyati ularning obro'si va boyligini ham sezilarli darajada oshirdi. 1-o'rinda Manchester City. Ular 2000-yillarda juda ham moliyaviy qiyinchilikdagi jamoa edilar. Agar kanalimizni kuzatib bormasangiz, bizni yana ko'rish ehtimolingiz juda kam. Lekin obuna bo'lgan bo'lsangiz tabriklaymiz. Bu yog'iga har kuni yangi bilimlarga ega bo'lasiz. Ularning bu borada o'sishi albatta hammani hayron qoldirdi. 2008-yilda jamoa Abu Dhabi United Group'ga o'tganidan keyin barchasi o'zgardi. Gvardiola davridagi APL gegemonligi esa buni yanada mustahkamladi.